Men yana bitta video chiqaryapman. Xalq uchun iltimos, ishonmanglar, u bolaga meni uyimga keldi. Kelib turib taqillatdi. Bundan men hech qanaqa gul so'ramaganman. Eshigimni ochdim. Kirib quchoqlab netuvdi. Qo'ying, kerak emas dedim. Gulini so'raganim ham yo'q, boshqa qilganim ham yo'q. Iltimos, ayasi, payasi deyishni boshladi. Apchiketaylik, yig'ishtirin. Iltimos dedi, men yo'q deb unamadim. To'g'ri, lekin gulini olib qoldim. Gulini olib qolgan sababim nima deyishni ham bilmasdan ketkizib yubordim. U bola keyin ketdi, ketib telefonlar qildi. Telefonlar qilib turib, rosa meni miyalashni boshladi. Iltimos, ketaylik. 2 xonali uyimga olib ketaman. Bolani ham olamiz dedi. Men unga rozilik bermadim. SMSda ham ayasi deb men hech qanaqa unga xotin emasman, u bilan yashamaganman ham, u Ilhomdan bola ham ko'rmaganman. Meni o'zimni qonuniy erimdan bolam bor xolos, lekin u Ilhomdan hech qanaqa bolam ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q u Ilhomdan. Uyimga kelishdi, bilishdi, mana qilib tuhmat qilishdi ham bilyapti. Javobgarlikka hali Allohning oldida ham javob berishadi shular. Onamni kasal qilganiga ham shular hali javob berishadi. Yosh bolam go'dagim qo'qib ketgan shu kuni. Meni onam kasal yotibdi hozir. Men nima qilay hozir? Men yolg'izman. Menga yordam beradigan odamim yo'qligini bilishib turib, menga shuni qilishyapti bular. Iltimos, xalq, menga yordam beringlar. Yolg'iz onaman men. Meni boquvchim ham yo'q. Onam kasal. Iltimos, menga yordam beringlar. Hozir menga shu guldi deb shu bosim o'tkazayotgani uchun men qo'rqdim. Yonimda bolam bor edi. Nima qilishni bilmay bolamni o'yladim, onamni o'yladim. Yana biron nima qilib qo'ymasin deb o'tgan safardan keyin yuragim qaltirab, onam kasal bo'lgandan keyin o'zimga kelolmay zo'rg'a o'zim bosib oldim, kulishga majbur bo'ldim. Yonimda yosh bolam bor edi. Nima qilishni bilmay ilojim yo'q. Kulib berdim. Nima qilaman? Yana bosim o'tkazishib, video qilishib hozir oldi. Iltimos, xalq, yordam beringlar menga. Ilhom videoda olishidan oldin menga bosim o'tkazib oluvdi. Kirib videolarga oldi. Ilojim yo'q, majburligidan turib berdim. Onam bolam borligi uchun qo'rqdim. Hamma ishdan keyin yuragim tushib, o'sha qo'rqqan bo'lib ketdim. Kechasi uxlolmaydigan ham bo'lib qolganman. Menga o'yin qilishyapti ular. Iltimos, xalq, ularning gapiga ishonmanglar. Bular buna bo'lishini bilib turib shuna ishlar qilyapti hozir. Meni ustimdan mashina qilishyapti.